Asosiy hurmatli obunachilar, Uzundamodan 19 so'tlik turar obyektini chiqyapti. Adresi bilan aytib ketaman. Qarshi Yerqo'rg'on yo'li. Shundaygina qizil metal zapravkaning ro'parasi. Oldi tarafi zahvati bilan 25 so'tlik, shu yerda ham sizga qarashli bo'ladi. Ana shu binomiz sotuvda. Bu obyektimiz 3 ta uchastka. Birinchi uchastkamiz darvoza ham joy talab etilgan. Ikkinchi uchastkamiz eng kattasi, mana darvoza joy talab etilgan. Mana oxirgi uchastkamiz darvoza joy talab etilgan. Bular qism-qism sotib olsangiz ham bo'ladi. Shundaygina g'ishtlarni olib tarasangiz darvoza bo'ladi. Временно qilib yopib qo'yilgan ekan. Buni nijiloy qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Choyxona, ishlab chiqarish, magazin, oldi zahvat yerini ham qarang kattaligini. Mana birinchi uchastkamiz darvozaxona joy talab etilgan. Oldi so'tlik bo'ladi. Shunday devorga tortsa, lisensiya ichkaridan lisensiya talab etilgan. Ichkaridan mana bitta chopga kattasi chiqar ekan. O'rtasidan o'rtamizda mana kattagina. Eng afzali orqa tarafdan ham darvoza bo'ladi. Mana asfaltimiga tozagina chiroyli uylar qurib yuborilibdi. Ikkinchi qavatimiz. Просто qiziqayotganlar bo'lsa, juda video katta bo'lib ketmasligi uchun qisma-qisma qilib bitta katta hol, bitta xonamiz. Lisensiya joy talab etilgan. Xohlasanglar uyning ichidan ichkaridan chotgan qilib, lisensiya mana bitta xona. Yo'l ustida aytganimdek chiroyli manzara. Bu uchastkamiz 19 so'tga joylashgan. 3 ta uchastkani o'rni. Birinchi uchastkamiz 50 ming startli so'ralibdi. Sunnatga o'tadigan joyi bor. O'rtadagi uchastkamiz 60 ming startli so'ralibdi. Oxirgisi ham 50 ming startli so'ralibdi. Real narxga real narx qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib oling.